Assalomu alaykum barchaga, xayrli kun. Boshlagan haftangiz barchangiz uchun muvaffaqiyatli bo'lishini tilagan holatda bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Bugungi suhbat asnosida barchamizni vaqtimizni to'g'ri taqsimlashimizda foyda beradigan ba'zi bir texnikalarni ulashishni ham niyat qilganmiz. Bugungi hikmat aynan vaqtni to'g'ri taqsimlash haqida. Hikmat quyidagicha: agar vaqt qimmatli narsa bo'lsa, vaqtni behuda sarflash eng katta isrofdir. Sezib turganingizdek, bu hikmatda vaqtning naqadar qimmatbaho narsa ekanligi va uni behudaga sarflash haqiqiy isrof bo'lish haqida eslatilmoqda. Haqiqatda men ko'p takrorlayman bu gapni. Dunyoda ikkita ne'mat borki, juda ko'pchilik undan bexabar. Buning birinchisi sog'lik, ikkinchisi esa bo'sh vaqtdir. Bular bebaho bo'lgan. Hech qanday mol dunyo bilan butun dunyoni boyligini bir joyga to'plasak ham sotib olishning imkoniyati yo'q bo'lgan buyuk ne'matlar. Biz to'plagan pulimizga, mol dunyomizga dori sotib olishimiz mumkin, lekin sog'likni sotib ola olmaymiz. Biz to'plagan pulimizga vaqtimizni sarflashimiz uchun katta televizor, kuchli kompyuter, qimmat telefon sotib olishimiz mumkin, lekin bulardan foydalanish uchun bo'sh vaqtni hech qachon sotib ola olmaymiz. Ayni vaqtda mana shunday buyuk qimmatbaho ne'matlar siz bilan bizga tekinga taqdim etilgan. Aqli bor oqil inson bularda haqiqiy ne'mat ekanligini anglaydi va ularni imkon qadar asrab avaylashga harakat qiladi. Hali aqlini tanimagan inson esa buni behudaga sarflab yuborishi mumkin. Tarixda muvaffaqiyatga erishgan xohlagan insoningizni hayotini o'rganing. Hammalarini oldindan maqsad qo'ygani, kunini taqsimlagani, rejalashtirgani, vaqtni har daqiqasini qadriga yetganini ko'rasiz. Agar istasangiz, hozirgi hayotimizda yashab turgan muvaffaqiyatga erishgan insonlarning hayotini o'rgansangiz ham xuddi shu narsani topasiz. Jamiki muvaffaqiyatli insonlarning hammasini oldiga qo'ygan maqsadi bo'lgan. Ular bugungi kunimiz ertangi kunimizga sababchi bo'lishini aniq tushunishgan. Bugun vaqtimizni behuda sarflasak, ertaga kun uni og'ir natijasi bo'lishini aniq his qilgan insonlargina vaqtini qadriga yeta olgan ekan. Aynan muvaffaqiyatli insonlarning bir-biriga o'xshash tomoni ham vaqtga bo'lgan munosabatlardaligini ko'rasiz, agar ozgina izlansangiz. Bizning oldimizda juda katta tanlov bor. Ikkita yo'l turibdi. Xohlasak unisida yuramiz, xohlasak bunisida yuramiz. Birinchi yo'l vaqtni bekorga sarflab hayotimizni oxirida afsus qilish yo'li bo'lsa, ikkinchi yo'limiz har daqiqamizni hisoblab foydali ishga yo'naltirish va muvaffaqiyatga erishish bo'ladi. Hozir siz bilan biz xohlasak ham ikkita yo'ldan bir vaqtda o'zida yura olmaymiz. Biz ayni vaqtda yo'ldagi odammiz, lekin qaysi birimizdir bu tomonga ketyapmiz, vaqtni behuda sarflash tomonga, yana kimdir esa muvaffaqiyat sari qadam tashlayapti. Hayotimizni tahlil qilaylik. O'tgan kunlarimizni tahlil qilaylikda biz qaysi yo'lda ketayotganligimizni aniqlab olishimiz kerak ekan. Hozir ba'zi bir eslatmalarni shu joyda gapirib o'tmoqchiman. Shoyat bu berilgan vazifalar sizni hayotingizda yaxshilik olib kelsa, biz shundan xursand bo'lamiz. Aslida bunday videolarni tayyorlashdan ham maqsadimiz kimgadir foydali bo'lish. Kimdir qaysi bir biz aytayotgan bir topshiriqni bajarib ko'rsa-da, hayotida ozgina bo'lsa ham samaradorlikka erishsa, biz ana shundan xursand bo'lamiz. Xullas, birinchi vazifa bu har kuni aniq reja tuzib olish kerak. Ustozlarimiz bizga 5 ta bilan 10 tani orasida har kunlik reja tuzishni tavsiya qilishgan. Ko'pi bilan 10 ta, chunki undan oshib ketadigan bo'lsa, biroz qiynalib qolishimiz mumkin, ba'zilariga ulgura olmasligimiz mumkin. Eng kami 5 ta, chunki 24 soat davomida bemalol 5 tagacha muhim vazifalarni bajarishimiz mumkin. Undan kami insonga biroz yengillik berib qo'yish mumkin. Chunki siz bilan biz tuzayotgan rejalarimiz, kunlik maqsadlarimiz juda ham oson bo'lmasligi kerak. Nafsimizni biroz qiynaydigan darajadagi vazifalardan iborat bo'lish kerak. Agar u nafsimizni qiynaydigan vazifalar 10 tadan oshib ketsa, juda qiynalib qolishimiz mumkin. Agar 5 tadan kamayib ketsa, nafsimizga yengillik bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun o'rtacha yo'lni tanlaganimiz yaxshi. Inson har doim har sohada o'rtacha bo'lishga harakat qilish kerak ekan. Juda oshirib ham bormaslik kerak. Haddan oshib ketishi ham noto'g'ri va yoki juda kamayib ketsa ham insonga to'g'ri kelmaydi. Mo'tadillikning hikmati shunda. Mo'tadillik degani o'rtachalik. Har ishda biz mo'tadillikni ixtiyor qilishimiz kerak ekan. Yana bir kunimizni samarador o'tkazishimizga, ayni vaqtni qadriga yetadigan insonlar qatoriga qo'shilishimizga sababchi bo'ladigan vazifa 21-asrning har bitta odam uchun eng kerakli bo'lgan vazifa deb bilaman. Telefondan foydalanish vaqtini va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish vaqtini tartibga solishimiz kerak.
bu vaqtni nazorat qilishimiz kerak. Telefonni va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish vaqtini nazorat qilmasdan turib muvaffaqiyat haqida o'ylash noto'g'ri. Chunki bu telefondan, ijtimoiy tarmoqlardan olayotganimiz yengil dopamin bizni nafsimizga o qadar yoqadiki, kunlarimizni sarflab o'rganimizni bilmay qolamiz, sezmay qolamiz buni. Kimki kelajakda haqiqatda muvaffaqiyatni ixtiyor qilgan bo'lsa, maslahat beradiki, buni har qanday insondan so'rang, mana shu maslahatni beradi albatta. Ijtimoiy tarmoqlarga sarflanayotgan vaqtni nazorat qilish kerak. Balki limit qo'yarsiz o'zingiz uchun. Agar inson buni chin dildan xohlasa, o'zi yangi yo'llarda o'ylab topadi. Chunki har birimiz o'zimizni juda yaxshi taniymiz va qaysi usullar siz bilan bizni samarador qilishini yaxshi tushunamiz. Biz odatda aynan ustozlarimiz bilan suhbatlashib qolsak ham bir emas, bir nechta yo'llarni gapirib o'tishadi. Chunki qaysidir bir variant kimgadir to'g'ri keladi, kimgadir esa yo'q. Kimdir shunchaki ham nazorat qila oladi. Telefonni shunday o'chirib, polyotga qo'yib, bir burchakka tashab qo'yadi, qaytib teginmaslikka kuchi yetadi. Kimdir esa ilovalarni bloklab, kodlab, ma'lum daqiqa foydalanadigan ilovalarni o'rnatib, mana detox degan ilova bor, ma'lum muddat bloklab turadi telefonni. Shunaqa ilovalardan foydalansa samaradorlikka erishadi. Yana kimdir esa ba'zi ilovalarni o'chirib tashlash orqali erishadi. Siz o'zingizni yaxshiroq taniysiz va qaysi uslub sizga to'g'ri kelishini o'zingiz hal qilasiz. Har kuni rivojlanish uchun vaqt ajratishimiz kerak. Kundalik reja tuzish haqida gapirdik. Ana shu rejalarimizni ichida albatta bizni kechagidan yaxshiroq bo'lishimizga xizmat qiladigan vazifalar bo'lsin. Bu kitob o'qish bo'lishi mumkin. Bu yangi bir ko'nikma, bironta bir jismoniy mashq yoki qandaydir bir yangi kasb. Mana bularni o'rganishdan iborat bo'lish kerak. Va har kunning so'ngida o'zimizga o'zimiz hisobot berishni o'rganishimiz kerak. Ajoyib gap bor. Hisob kitob qilinmasingizdan avval o'zingizni hisob qiling dedilar. Bu ulug'larning odati bo'lgan. Har kun kech kirarkan o'tgan kunlarini tahlil qilishgan ekan. Bugun nimalar qildim? Kunimni qanday o'tkazdim? Bugunimni so'ngiga qadar bittagina bo'lsa ham foydali ish qila oldimmi? Nimagadir ulgurib qoldimmi? Mana shunday hisob kitob qilinish kerak aslida. Vaqtni behuda sarflash dunyodagi eng katta isrof. Bizga bu hayot shunchaki isrof qilish uchun berilmagan. Hayotni bu qimmatli vaqtimizni behuda o'tkazish bilmadim. Bugundan boshlashimiz kerak, vaqt qadrlashni o'rganishimiz kerak. Kundalik rejalar tuzmasdan turib esa bunga erishish qiyin. Ulug'larning hayotiga qarasak, har bir daqiqasini g'animat bilganligini ko'ramiz. Men bugungi ishni ertaga qoldirishni istamayman deydi ular. Chunki erta keladimi yo'qmi men buni bilmayman-da. Ertaga yashashimga kafolat yo'q. Shuning uchun qanday bo'lmasin, kattami, kichikmi, yaxshi ishlarga bugun ulgurib qolishim kerak. Shu bugunimni maksimal yashashim kerak. Mana shunday dunyo qarash bilan yashash kerak ekan. Ko'pchilik ana shu ulug' insonlarning hayotini o'qisangiz, ularga ko'pchilik vaqt haqida ko'p savol berishgan. Ba'zilari javob bergan bunga. Vaqt qilichga o'xshaydi deyishgan. Agar sen uni kesmasang, u albatta seni kesadi. Yoki ulug'lardan biri aytadi: "Ey inson, sen kunlardan iboratsan. Har bir kuning o'tganda hayotingning bir qismi ketdi" degan. Mana bu so'zlar bizni tafakkurga undashi kerak. Bir kitobda o'qigandim. Har kuni tong otarkan yangi kelayotgan kun nido qiladi. Ey inson bolasi, men yangi kunman. Meni bugun imkon qadar foydali narsalar bilan o'tkazgin. Agar men ketadigan bo'lsam, qiyomat kunigacha qaytmayman derkan. Har bitta kunimiz mana shu nidoni qilar ekan, buni kim eshitadi? Buni kelajakdan umidi bor. Aqli ishlaydigan insonlar bu nidoni eshitadi va har bitta kunni qadriga yetadi. Hali aql rivojlanib ulgurmagan yoki aql degan ne'mat berilgan bo'lsa ham uni ishlatishni istamayotganlar esa bu nidoni eshita olmas ekan. Yaratgan hammamizni mana shunday vaqtini qadriga yetadigan insonlarning qatorida qilsin. Ba'zi bir vazifalarni eslatib qo'ymoqchiman. Eng birinchi vazifa ertalab hozirgi vaqtda 6:00 gacha uyg'onishni o'rganishimiz kerak. Keyinchalik kunlar uzayishi bilan, tunlar qisqarishi bilan bu soat orqa-roqqa suriladi. 5:30 kunlar keladi, soat 5 da ham turishga odatlanishni boshlaymiz. Va ertalab uyg'ongandan keyin albatta 5-10 daqiqa vaqtimizni yengil bo'lsa ham badan tarbiyaga ajratishimiz kerak.
o'zimizni xonamizni yig'ishtirib, albatta xonaga toza havo kirishini ta'minlashimiz kerak, chunki bu ham insonning zehniga, salomatligiga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Va qo'shimcha vazifa sifatida har birimiz erta tong turib, o'zimizni va ota-onamizni oyoq kiyimlarini tozalab qo'ysak, bu ham juda go'zal odat bo'ladi. Va erta tongdan ota-onamizni duosini olib, ularga yaxshi ko'rishimizni aytib, qo'llaridan o'pib kunimizni boshlasak, mana shu kunimizda baraka bo'ladi. Biz doim shogirdlarimizni shu narsaga chorlab kelganmiz. Kuningizni ota-onani duosi bilan boshlang va ota-onani duosi bilan yakunlang. Men universitetga ketyapman, men ishga ketyapman, men maktabga ketyapman. Duo qiling. Duolarni olamiz, chiqib ketamiz. Va qaytib kelamiz, yana duolarni olamiz. Men ishdan, o'qishdan, maktabdan keldim. Duo qiling. Kunimizni duo bilan boshlab, duo bilan tugatish bu juda yaxshi odat ekan. Kun davomida kimda imkoniyat bo'lsa, ota-onasiga eng kamida 4 ta yaxshilik qilsin. Har kuni eng kamida 50 ta insonga salom berish kerak. Har kuni kamida 10 betdan kitob o'qishimiz kerak. Va kech bo'lganda ota-ona bilan kamida 30 daqiqa chin dildan suhbat qilishimiz kerak. Ehson qutisiga har kuni pul tashlash ham juda go'zal vazifalardan. Bugungi darsimiz uchun xos vazifani eslatib o'taman. Bir sutka davomida qo'lingizga telefon olmaysiz. Televizor ko'rmaysiz. Ketgan vaqtingizni tahlil qilasiz. Qanchalik foydali o'tdi kun? Telefon ishlatadigan, televizor ko'radigan kunlaringizda qanday o'tardi? Telefonsiz va televizorsiz o'tkazgan kuningiz qanday o'tdi? Bu ikkalasini solishtirasiz. Natijasini esa imkon qadar izohlar qismida yoki o'zimiz uchun ochilgan alohida guruhda yozib qoldirsangiz, bu boshqalar uchun ham bir qadar foydali bo'lgan bo'lardi. Kattakon rahmat bizni tinglaganingiz uchun. Salomat bo'ling. Keyingi efirlarda ko'rishguncha yaxshi kunlarda sizlar bilan mana shunday go'zal suhbatlarda uchrashishni nasib qilsin. Salomat bo'ling.